Ko'ratqınlar Tamir Sahası programısı. Biz bu san programımızga Şinjan Kızlar Kesbi Terbiyeleş Mektebi'nin o'qituvchisi Erkin Abdikeren muallimni alayı taklif qildik. Assalomu alaykum Erkin muallim. Bu san programımızda ekran ko'rmanlarga qaysi xil tamoqni aytilishini tanishtirsiz? Godamyan. Godamyan. Adati biz xonim qizlarimiz yoqtirib yeydigan sovuq yemekliklarning birisi bo'lgan Godamyan ham muallim. To'g'ri. Unda xos muallim ketadigan materiallarni bir tunishtirib o'tamsiz? Bo'ldi. Ketadigan asosli un, tuxum, shulta, tuz, yana su. Unda xo'sa, yetishni boshlamdi. Bo'ldi. Ama ko'rmanlik buning miqdorini deb beray, miqdor bu ko'rmanlik ko'rib bu godamyanni umashqitli chaldi, buni qanday qiladi deb qolsa. Odat nazariyada 2 kilo su, 1 kilo un, 2 taldan 3 tal tuxum. 2 kilo su, 1 kilo un, andan keyin 2 taldan 3 talgacha tuxum. Tuz biz mapxum miqdorda o'z suyga açsak shu tuz xil tetibdi degan holatlar bo'ldi. Shu suyga açniki ta'mdakli bo'ldi tuzi. Ammo shul serishki maqsadimiz sag'atish. Sag'atish. Ilaskini oshirish anada. Unda biz boshlamdik. Boshlaylik. Unni suvga hargiz to'kmaymiz. Umash chalamiz. Umash chalamiz. Umash. Turib bir tarafdan chaldik. Hemen chalayman mana. Sizchilar. Mush holatda azazdan. Azazdan. Quyildi ekan muallim ham ishlatchiligi va gansiri. Yani şu jarayonda 2 tal tuxumni chaqamiz, Tuxumni qo'yilib, mushalat kelgan vaqtida tuxum chaqitganmizda muallim. Qo'yilib. Un yeshilgan chaqdi juma? Un yeshilgan vaqtida, Ne? Tuxumni. Shunday tuxumni. Seri qalat keldi ekan muallim. Seri qalat keldi, Azroq shulta qo'yamiz, shultani eritib. Eritib qo'yamdiq muallim. Eritib qo'yamiz, Shultimi seriq rang kirgizdim muallim. Seriq rang kirgizdi. Şu arada qozonga suv quyib, suvni qaynatib olamiz hamda. Ma'qul. Shultimizni qo'yib tayyorlag'ucha suvni qaynatib. Buni nima ish qilmoqlim eritib solamiz, bevosita solsak bo'lmanda shultani? Shulta so'q suvda ermaydi asalish. Biz shu hozir issiq suv quydik mana. Shuning uchun suv qo'ysa ermaydi. Rangi o'zgaryapti. Muallim, biz hozir mushni chap hozir xil bir yeg bordik hozir. Qancha tuzni vaqt soldik-ku? Demak, shu tuzni baldur sevatsak, bu lekin qo'chish vaqt pek uzoq ketdi. Ximiyada ilastik paydo bo'ldi, tuz. Ximiyani chingitib olib, cho'latib yeshmak tez. Shu tuzni kerak solamiz, tuzni qanday holatga kelib solamiz? Holatga kelib solsak bo'ldi muallim tuzni? Xuddi biz o'yinda suyg'ashimiz bor. Suyg'ashga tushsa, tuz kamroq suyg'ash bo'lsa bo'ldi. Shu holatda. Tuzkam holatga. Tuz kamroq suyg'ash oltiga kasb bo'ldi. Bo'ldimi muallim, ishorat kelsak, keyin to'xtamay chalamdiq. Tuz yeyilish bo'ldi. Bo'ldimi muallim? Bo'ldi. Ishoratga kasb bo'ldi. Bu nima muallim? Godamyan pishirgan lis. Godamyanni list pishirganmizdan odatda. Mushtar list pishirsak bo'ldi. Mush listda buni bozorlarda miskach ustam yasab berdi. Miskach ustam yasaydi ekan-da. Yasaydi. Mashallah. Buni o'tirsini nipes, shu yerda qiyinroq qo'lda. Mash quliq bo'lganki, men qo'l ko'ymaydi demakki, so'g'isa vaqtda. Shuning uchun har doim mush godamyan sog'a vaqtimizda tegtirib mayliftli. Maylasanlar tek chop chiqmaydi. Tegi chaplashib qolmaslikni oldini olish uchun mayli etganmizda muallim. Bo'ldi. Nazar qo'sh. Bo'ldi. Tesh mayli oldik. Endi mana tushumishda qo'shimiz buni. Ham quyuqligi ham o'sha. Qo'yilibdi. Mushalatda bosildi. Mo'shtonga liq qo'yamdiq muallim. Ya liq emas. Yarım santimetr. Boz bo'ldi, bak qilim bo'lib ketmasin bu. Yarım santimetr uncha qo'yib qoldi bo'ldi. Mushna holatda. Bunda o'zimning ehtiyoj qarta, Qozonimiz qaynab qolibdi. Ha buni.
Bu Leyla etkende mi? Leyla çöküp almaydı. Bunun ağzını ipten dokazan. Ya sen qetişvasın. Bo'lmasa balda yo'q qolsin, bir taraf nefis, bir taraf qilin pishib oldi. Gayri ekan malum pişirsin ya bunu. Açtaq çögültüp duram dokmadı. Çögültüp durmaz ha. Endi qetqatda endi tuvoqni biroq yo'q qo'yla endi. Tuvoqni yo'q qo'yla. Taxminan qaynagandan keyin 5 minutla 7 minut aralıq pişadi. Taxminan qaynagandan keyin 5 minutdan 7 minutgacha bo'lganlikda pishadi ekan, ha? Pishib mi qoldi? Ma'lum 7 minut, 6 minut vaqt o'tdi, ya. Bo'ldi, qarab baqla. Ha, pishibdi, ha, buni. Pishibdi, serqalat ketdi. O'tni jirtamdi. O'tni bo'sh qilamiz. Ma cho'risga azroq so'qishimiz. So'qish vaqtida og'asini qo'l ko'y qolmaydi, ha. Ha, so'q suvni ishlaymiz, ha. Uning ne foydasi bor? Ishtik muzlaydi. Ha, muzlabmi qolibdi bunda? Muzlabda, al. Lekin buni erdorab og'aqtimiz azroqdan mayli bitimiz ustine. Bir biz chapishib qolmay to'g'rima qolsam bo'ldi. Mayli etishimiz kerak ekan-da. Mayli vetdik, mayli vetdik buni. Siz tushiramiz, ne? Astig'imi mayqig'imizdan foydasi bo'lib chapishib qoldi. Go'damen ha. Oğlum odatda biz sirtda yeydigan go'damenlar biza seriq bo'ldi. Bundan bekrak seriq bo'ldi. To'g'ri. Ma ancha seriq bo'lmadimi? Uning rang qo'shimiz. Seriq. Rang qo'shitganda u rangning salomatlik ziyni olmamalım. Ziyni va ko'p qo'shasa, shu shult qo'shganimiz yaxshi shunga. Seriq rang qo'shimiz, ha. Birinchi tatmang. Ha, qo'shi. Ha, ikkinchi tatmandi. Yeni bir cümüş koyamız. Kaç katamakka. Çöğürlerini yıldırıp koyması bulmamalım. Yani yerim cümüş koyuyordu. İkinci katamlık koyduğumuzda sap koyduk. İnsanlarda bolsun görmeler vakti 5 minutdan 7 minut kıç boğarlık. Kaynagandan keyin hesaplayımız. Kaynagandan keyin. Anandan keyin kaynagan vaqtda biz çögültürkenmiz. Lisni çögültüp durup muqimlish olgandan keyin, anandan keyin tovoqni yopib ekanmiz. Mana muqimlish qolibdi, tovoqni yopib qo'yamiz endi. Endi tovoqni yopamdik. Tovoqni yopamiz. Mana ikkinchi qazonimizni pishib qolibdi, mana 6 minut o'qib qolibdi. Oy, ko'piklik to'madi. Ko'piklik. Otni o'chirib, cho'rsiga suv qo'ydimiz. Suv qo'yadi. Og'chi qo'l ko'ymaydi. Birden de yay tushdim ona. Muzlusun ha, bir minut turib. 1 minut vaqt turgan ekan. Biraz to'g'rab turlar, misli mana. Qatlab mana. To'g'rash usuli. Qatlab turibdi. Qatlab to'g'rayotganimizda. Inchikmishda, inchik to'g'raydi. Oxirgacha tutqun olmaydi endi. So'yib bo'ldi. So'yib bo'ldi, ikkinchisi. Ustiga maysa surtib. Chapishib qolmaslikni oldini olish uchun mayli etamiz, ha? Ma to'g'rani, ma inchik chiqdi ekan, boshqacha.
Aziz görürmenler görüp turupduq, nayt oxşagan gavdamiyamı tayyor boldi. Onda Osmanlım, ikraldıt görürmenlerge tanışıp berip, itiliş usulini, degan ketadigan materiallarni bir tunuşturup getamsiz? Bo'ldi. Buniki Godamiyaniki asosiga ama Gülcüt Melim tetip keldi. Şu Gülcüt Melimini jiq qujimiz bunga. Gülcüt Melimi. Ha, mana. Bak qışı azroq. Qışı az bo'ldi ekan-da. Qışı azroq. Undan keyin samsaq. Undan keyin tang. Loza deb qo'ydim, ne? Undan keyin mana laza. Qizilmush mi? Yani. Su. Tayyor bo'ldi. Açıq su. Onda Osmanlım bir tetip bakayım. Tetpaqın. Bir xil ochiq chuchukdan bor ekan molim. Ondan keyin gavdamiyanda eng gavdalangan tam bo'lsa, Gülcüt Gülcüt Melimi. Mana Gülcüt Melimi. Gülcüt Melimining ta'mi bakrak gavdalanibdi. Yani şu zimajan deb qo'yamiz, ne? Unda Osmanlım ikraldıt görürmenlerge bir qitim tushuntirib Bo'ldi. Buniki texnikçalıq bək yuqur emas. Bununla şu 1 kilo un, 2 kilo su. 2dan 3 tal tuxumcha umash qilib yeyish bo'lgandan keyin, yandan keyin albatta qozon sepilib pishasaq oddiy. Cho'qim buningga bir lis bo'lish kerak. Lis bo'lish kerak. Lis bo'lmasa pişamaq ta'sir ekan. Öyle ligan bo'lganlar qaynab orqali girvek pakab qolsa suv ichi kirib qoladi. Shu girvek sal egizroq qilish kerak ekan. Girvek egizroq narsa bo'lsa, shuni qilsab pishasaq bo'lganda ma'lum. Aziz görürmenler görüp turupduq, nayt oxşagan gavdamiyamı tayyor bo'ldi. Odatda biz sirtlar degan vaqtimizda gavdamiyaning etilish usulini intayin qiyin deb o'ylaydik. Lekin bugun ko'rib turibdiq, etilish usuli intayin o'ngay ekan. Qisqagan vaqtingizni chiqarsangiz, shundaqla ko'ngil qo'ysangizlar, nayt oxşagan, tamlik bo'lgan ham ishonchlik bo'lgan gavdamiyani ailemizdan qig'il bo'ldi ekan. Esingizda bo'lsin, ailemiz o'z qo'limiz bilan etgan taomlarimiz bilan barakat topqisi.